Do'y postli ko'rsatuvni hammamiz bilamiz. Men aynan o'sha ko'rsatuvni o'zim Instagramda sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Buning uchun men aktrisa va boshlovchi Feruzichkani taklif qildim. Feruzichka, bugun menga o'zingiz obrazingizni to'liq topshirasiz. Yoqadimi, yo'qmi? Oxirida ko'ramiz. Qani ketdik. Feruzani tipaji soft klassik bo'lgani uchun birinchi obrazni klassik tanladim. Obrazni Miu Miu stilidagi sumka bilan va tilla rangdagi aksessuarlar bilan to'ldirdim. Qarang, obraz qanchalar jonlandi. Ikkinchi obrazlari soft klassik tipajiga noodatiy bo'lgan stil, kovboy va bohoni uyg'unlashtirdim. Aksessuarlar o'rnida sumka va shlyapa topolmadim, lekin shunda ham obraz chakka emas. Uchinchi obrazlari street style qildim. Bu odatiy hayot tarziga mos, qulay va stilli ko'rinadi. Bu ko'rinishlarga ishonch va dadillik bergan. Tote bag sumkasi obrazni yakunlab to'liq qilib beradi. Feruz, sizga uchala obrazdan qaysi biri yoqdi? Uchala obrazdan hammasi chiroyli, bir-biridan ajoyib. Eng yoqqani klassik uslub bo'ldi. Rahmat Adusha aytganingiz uchun. Kuzatishda davom eting. Agar shunaqa rubrikalar sizlarga yoqsa, обязательно like va kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar.